Korobkaga bundan 3 litr qo'yasiz. 3 litr qo'yasiz. 3 litr bo'ladiganimiz mana 3 tasi yetmayapti, 8 litr ekan. Motorga lekin hozir 1 soat obkatga qilasiz. Hozir men 1 soat u yoqqa borgandan keyin obkat pustoy xod yurgizamiz, yerga ishlatmasdan. Mana shurpiga bitta, ikkita. Bunga bu kesak kamayadi. Ujun quyish kerak. Mana shu holatda quyish kerak. Normalisi mana. Ikkinchisida. Aha. Mana shu holatda bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tak, bunga 1 litr qo'yamiz. Hozircha universal qo'yamiz. Tak. Necha soatda zavod qilgandek bo'ldi korobkadan? Buni 1 yilda bir marta almashtirasiz korobkanikini. Korobkanikini 1 yilda bir marta, motordikini 20 soat, 25 soat. Hozir zavod qilgandan keyin mana korobkadan bir Yo'q, buni to'kmaysiz. 1 yilda bir marta to'kasiz. Aha. 1 yilda bir marta buni ichidagini 1 soat obkatga qilib to'kiladi. Buni moyini masalan kamaymasa qanchadan almashtirish kerak mana shu? 20 soat, 25 soatda o'zi almashish kerak. To'kib tashlab yangi. Ha, 20 soat, 25 soat. Endi siz baribir tagidagi almashtiradigan joylar. mana hozir ko'rsataman, tog'a. To'kadigan joylar. Tak, bakiga 5 litr benzin ketadi. O'sha to'lashinosi. Hozir men 1 litr bilan sizga zavod qilib beraman. 3 litrlar benzin ishlatsa bo'ladi. Mana unda keyin to'kamiz. Ha. Bakini umuman yopmang. Birinchi o'chirda gazni ko'tini qilamiz. Qo'shamiz. Kulchatirni yopamiz. Ana yo'q, kulchatir. Buni qo'yib yuborsangiz o'chadi. Qarang, o'zi xatil yopamiz. Sovuq motorga. Mana qarang, hozir qotdi. Hozir bir tortganingizda dog'lasa zavod bo'ladi.